Rossiyaga ishlab pul topish maqsadida kelib, lekin uyda ishlamasdan niyatlarimni yaxshi qilib, duo qilib o'tirsam ham, Alloh oilamizni rizqini xayrli va barokatli qilishini bilganimda edi. Alhamdulillah, bu duolarimni ertaroq boshlagan bo'lardim. Oilada erkakni topganiga baraka bersin, xotin kishiniki ostonadan chiqmaydi deb eskidan bekorga bu gaplar qolmagan ekan. Allohim oilamizni tinch, osoyishta qilgin. Hamisha o'z marhamatingni yog'dirib qo'ygin. Turmush o'rtog'imni sog'-salomat qilgin. Hech qachon nomardga do'st qilmagin. Yuzlarini yorug' qilgin. Hech bir insonga boshlarini egib qo'ymagin. Topayotgan daromadlarini halol, barokatli, xayrli qilib qo'ygin. O'zing ularni saxiylardan qilgin. Ahli oilalarga mehribon, sadoqatli, keng fe'lli, xushfe'l, saxovatli, ehsondor insonlar safiga jamlagin. Haromdan hazar qiladigan, ko'chadagi begona ayollardan ko'zini tortadigan qilgin. Yomondan yiroq, yaxshilikka hamrohlik qiladigan, duolarda ahli oilalari, ota-onalari, meni va jigarlarini eslaydigan